Darvozamiz tepa qismiga keladigan bo'lsak, panjara qildik lazerdan. Ichkariga shaboda yorug'lik tushishi uchun. Hop. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana navbatdagi darvozamizni o'rnatib oldik. Darvozamiz bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Bu safar o'zgacha rangda chiqdi darvozamiz. Oq emas, malosh emas, o'rtasi bo'ldi. Xudo xolasa juda chiroyli chiqdi. Hop, darvozamiz bilan tanishtirib o'tamiz. Darvozamizning razmerlari eni 4, bo'yi 3.74 ga tayyorladik, ko'rishingiz mumkin. Darvozamizni materiallar bilan tanishtirib o'tamiz. Eni yondorlari 8.8, ikkili stenada bo'ldi. Tepalari 8.6, ikkili stenada bo'ldi. Darvozamiz tagiga esa 8 shivlerdan foydalandik. Darvozamiz 2 qavatli darvoza, soqqali darvoza, lekin bu safar soqqasini olib tashladik. Taroq holatida chiqardik. Ko'rishingiz mumkin. Hop, mijozimiz soqqa yoqtirmagani uchun soqqasini olib tashlab, boshqacha uslubda chiqardik. Hop, darvozamizni listlarga keladigan bo'lsak, 1.8 plyusovoy listdan foydalandik. 2 qavat shumkali bo'ldi darvoza. Hop, darvozamiz profillari 6.4, 1.7 stenadan foydalandik. Hop, darvozamiz endi zamklarga keladigan bo'lsak, Zuber zamok har doimgidek sifatli ochib yopishlariga ahamiyat berib qo'yasiz. Orqa tomondan ko'rsatib o'tamiz. Darvozamizni orqa ko'rinishi mana shu ko'rinishda bo'ldi. Orqa tarafi ham bir xil banishli kraskadan foydalanilgan, orqa ham, oldi ham bir xil bo'ldi kraskasi. Hop, ochish yopishlari mana darvozamiz to'rni bo'lgani bilan aytgan joyiga turib beradi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki darvoza ma'lumotlari kerak bo'lsa ham telefon qilishingiz mumkin. Telefon nomerlarimiz pastda qoldiriladi.